Men Abdullayev Abdumannon, Toshkent viloyat Begobod tumani Marjahon agrofermer xo'jaligi rahbariman. Bu bizning fermer xo'jaligimiz sholachilik yo'nalishida 33 gektar maydonda shola yetishtiramiz. Bugungi kunda mana energiyani tejash, samarali foydalanish, suvlardan samarali foydalanish uchun mana o'zimizning naqd pulimizga 120 million so'mga 30 kilovatlik quyosh panellarini o'rnatdik. Hozir mana 2 oydan beri ishlayapti quyosh panellarimiz. Ilgarilari quyosh paneli yo'q paytida biz oyiga 10 million, 12 million so'mdan elektr energiyaga pul to'lab kelardik. Mana hozir quyosh panellari o'rnatganimizdan beri bu xarajatimiz 30%, 40% gacha kamaydi. Hozir shu o'z-o'zidan 6 million, 7 million atrofida to'layapmiz. Yana suvdan yana unumli foydalanish uchun mana bu orqa tomonlarida mana 200 metr joyda ariqlarni betonlashtirdik. O'sha tikka dala maydoniga kirib ketyapti betondagi. Ariqda suv isrof bo'lmayapti. Shu hozircha qiladigan ishlarimiz Xudo xolasa hammasi yaxshilikka bo'lyapti. Bizda bu yerda elektr nasoslarimiz 22,5 kilovat soatiga ehtiyojimiz bor. Lekin biz mana 30 kilovatlik quyosh panel qo'yganmiz. Ayni quyosh yaxshi chiqib ishlab turgan vaqtida 29 kilovatgacha tok chiqarib beryapti. O'sha o'zimizning ehtiyojimizdan oshig'ini davlatga sotib kelyapmiz hozirda. Kelgusi rejalarimiz qanaqa? Kelgusi rejalarimiz Xudo xolasa yanada bundan ko'proq qo'yib, davlatga ko'proq sotib, mana bu ketkazadigan 6 million so'mlik energiyani ham bepul harakat qilib ishlatish maqsadimiz.